asosiy ajrimlar, bolaga qo'l ko'tarish, o'ziga suiqasd uyushtirish gaplashilmaganligidan kelib chiqadi. Erim xohlagandek ayol bo'lishim uchun nima qilishim kerak? Nima qilsam adam bilan munosabatimni yaxshilayman, adam qiz bolalarni yomon ko'radi. Baribir ayol ustoz ushlashi kerak deb o'ylayman. Agar bolani keragidan ko'p ursangiz, uni sindirib qo'yasiz. Keragidan ko'p maqtasangiz, uni egoni cho'qqisiga mindirib, qo'lidan hech ish kela olmaydigan qilib qo'yishingiz mumkin. Chunki ilm olgan insonning rizqi o'zi kelib turishi haqida va'dalar bor. Sevib turmush qurganlar ajrimi ko'proq bo'lar ekan. Ota-ona tomonidan haligi unashtirilganlarga qaraganda. Yosh yigitlar o'zidan ancha katta yoshli ayollarni tanlab yashamoqda. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Yo bolaligida onasidan ololmagan mehri shu yoshi katta ayoldan olayotganligi uchun biz uni sen endi odam emassan, jamiyatdan chiqib tur deya olmaymiz. Siz o'zingizni yarmingizga shaxsiyatingizni ko'rsatib qo'ymaysiz, to'g'rimi? Siz keliningizni yomonlasangiz, sizni keliningizni ko'chadan kelib bir kishi maqtamaydi-ku. Bu uchun yo erta qizing javob beradi, yo sen o'zing javob berasan. Assalomu alaykum, qadri baland, qadrlilarim, salomatmisizlar? Bugungi sizlar intizor bo'lib kutayotgan bizni navbatdagi Nilufar Guli loyihamizda yana bir psixologimiz, 15 yillik tajribaga ega Nasibaxon Xo'jayevani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Nasibaxon. Nasibaxon, avvalo o'zingizni tanishtirsangiz tomoshabinlarimizga. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvga taklif qilganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Deyarli barcha sonlarni kuzatib boraman va bu ko'rsatuvning an'analari, qadriyatlari menga juda boshqacha ta'sir qildi va qanaqadir orzu qilgandim va sizlardan taklif kelgandan keyin juda ham xursand bo'lib, rahmat. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Meni ismim Nasiba Xo'jayeva, psixologman. 2009-yildan boshlab psixologiya ilmiga qiziqib, shu sohani o'rganib, ayollarga shu sohada o'z bilimlarini bo'lishib, ularning hayotlarini ozgina bo'lsa ham yaxshilanishiga sababchi bo'lib, kasbim sababli sababchi bo'lib kelyapman. Juda ham yaxshi. Qayerlarni bitirgansiz sohangiz bo'yicha? Oliy ma'lumotli psixologman. 4 yil bakalavrni aynan amaliy psixologiya yo'nalishini tamomlaganman. Magistraturada 2 yil amaliy psixologiyani o'qiganim uchun menga pedagogika psixologiya qiziq bo'lgan. Shuning uchun magistraturani pedagogika psixologiya yo'nalishida tamomlaganman. Nasibaxon, nima uchun siz aynan psixologiyani tanladingiz? Odamlarni hayot tarzi majbur qildimi yoki o'zingizni boshingizdan qiyinchiliklar ko'p, ruhiyatingizda ko'p qiyinchiliklar bo'ldimi? Chunki bu soha baribir qiyin-da, odamlar dardini eshitib, unga malham bo'lgunizcha o'zingiz haftalab shu narsa boshqa odamni jarohati qalbingizni egallab turadi. Boshqa odam muammosi bilan yashaysiz-da. Nima majbur qildi shu sohani tanlashingizga? To'g'ri, Nilufar opa, shu bosqichdan o'tganman, siz aytayotgan bosqichdan. Chunki psixologiya meni hayotimga juda tez yordam bergan. Men 3 ta qiz farzand oilada ulg'ayganman va yetarlicha onadan mehr ola olmaganimni his qilganman. Men odatda buvim ulg'aytirganlar, yoshi kattalarni qo'lida ulg'ayishimga to'g'ri kelganda va menda travmalarim bor. Nima uchun? Sir bo'lmasa, nima uchun onangizdan mehr ola olmagansiz yetarlicha? Qanaqa tushuntirsam ekan hozir? Bilasizmi? Ona har doim ham misol uchun qabul qila olmaydi-da uchta qiz farzand bo'lishini va bu narsani berkitish uchun bolalariga misol uchun siyosatli tarbiyani berishni boshlaydi, ulardan ko'p narsa kutadi qiz farzandlardan. Menda Shunda nechinchi qiz bo'lgansiz? Men o'rtanchi qizman. O'rtanchi qiz ham bu narsani sezadimi? Hali 3-chi qiz emas ekansiz u. Ayniqsa o'rtanchi farzandga qiyin bo'ladi. Chunki ota-ona birinchi farzandni boshqacha kutib oladi, ikkinchisini boshlanadi bizada, ikkinchisi o'g'il bo'lishini istash boshlanadi va darhol singlim dunyoga keladi. Kichkina bola bilan band bo'lib qolishadi-da, menga kelganda biroz vaqt yetmay qoladi. O'shanga buvimga berishgan meni ulg'aytirish uchun. 100% emas, lekin baribir kunimning asosiy qismini buvimlarnikida o'tkazganman. Kollejga o'qishga kirganimda bizga birinchi marta psixologiyadan ustoz kirib o'sha testni o'tib, xarakterni ochib berganda men aytganman, psixologiya meniki. Ungacha geografiyadan ustoz bo'laman deb kurslarga borib, tayyorlanib yurgandim. Birta o'sha o'tkazilgan test va o'zimni anglaganimdan so'ng, o'zini anglash nima ekanligini ko'rganimdan keyin tamom, men topdim qalb kasbimni, men psixolog bo'laman deb qaror qilganman. Mijozlarning og'rig'iga keladigan bo'lsak, men har bitta inson bilan o'zim ekanligimni his qilib ishlamasa, u mutaxassis
yaxshi mutaxassis bo'ladi deb o'ylamayman. Chunki qachonki man misol uchun siz bilan konsultatsiya o'tayotgan vaqtimda sizni o'zimdek his qilsam, ana o'shanda man sizni natijaga olib chiqa olaman. Har bitta og'rig'ingizni, har bitta siz istayotgan xohishingizni man his qila olsam, sizni natijaga olib chiqa olaman. Agar man ikkinchi tomonda sizga minus devor bo'lib, sizni his qilmasdan tursam, siz og'riqlaringiz, yuklaringiz menga o'tishi mumkin. Lekin men o'zi siz bilan birga bo'lsam, sizni his qilsam, sizni dardingizni men his qilib tursam, og'riqlaringizni, bu sohadan men faqatgina mazza qilib ishlayman. Nasibaxon, keling endi bevosita kasbingizga kirib bo'ldingda. Aynan sizga asosan ayollarning ko'p qismi, ko'pchilik foizi murojaat qiladigan mavzu nima? Nimadan ko'proq ayollarimiz siqilishmoqda hozirgi zamonda? Ayollarni eng og'riq nuqtasi bor, mendan xafa bo'lishsa ham aytaman. Ayollar faqat boshqalarni o'zgartirish haqida savol berishadi. Qanaqa qilsam erim o'zgaradi, erim ko'proq pul topadi, pul beradi, qaynonam bilan yaxshi bo'lamiz, bolam yaxshi bo'ladi. Bizani o'zbek ayollar o'zini o'ylamaydi. Juda kamdan kam men o'zgarishim kerak degan ayol kam, men rivojlanishim kerak, meni karyeram degan ayollar foizga olganda juda kam. Bizani fidoyi ayollar bolam o'zgarsin, erim o'zgarsin, qaynonam yaxshi bo'lsin, oilam yaxshi bo'lsin. Fokus boshqa tomonga qaratilinadi-da. Ularga nima yordam bera olyapsiz va siz konsultatsiyangizga kelgandan keyin suhbatlashib o'tirasiz. Necha marta kelishadi yoki bir marta kelgani bilan baribir malham bo'la olmaysiz-ku ularga? Qanaqa tarzda umuman sizni ish jarayoningiz qiziqda menga? Men onlayn asosan konsultatsiyalar ham onlayn, offlayn tarzda ham ofisimizda ish faoliyatini olib boramiz. Men oy osti bo'yicha mutaxassis ekanligimni sizlarga hali aytishga ulgurmadim. Men oy osti bo'yicha mutaxassisman. Meni konsultatsiyalarimga unaqa 10 yoki 5 unaqa ko'p cho'zilmaydi, chunki keling, men o'zimni bolaligimdan sizga misol keltiraman. Menda tan olinmaganlik ehtiyoji ochiq edi, chunki o'g'il kutilgan farzand va oilada bizda og'riqli nuqta uyimizda o'g'il bo'lmaganligi. Bu men o'z-o'zidan menda tan olinish yo'q edi-da. Men maktabda ham lider, oliy ta'limda ham, magistraturada ham faqat menda liderlik juda baland. Har doim o'z ustimda ishlash, to'xtamaslik, nimanidir kimgadir ko'rsatib qo'yish, isbotlab berish juda baland. Endi qanaqa bo'lgan? Institutda o'qiganimda hamma narsaga 5 ga javob beryapman-da, keyin men ustoz chaqirgan oldiga Nasiba 2 qo'yib bergan. Sababsiz 2 qo'yapti. Hammasini yaxshi tuzatib bajarganman, lekin 2 qo'yib beryapti. Keyin ko'zlariga yig'lamsirab qarayapman. Nimaga menga 2 qo'yib berdingiz degan deydi. Keyin aytayapti, sen to'g'ri tutyapsan. Qara, sinfda hech kim sen bilan do'st emas, hamma seni yoqtirmaydi. Bunga sabab ana shu seni hamma vazifani bajarib kelayotganing, hammadan yaxshi bo'lishga harakat qilayotganing. Qani senda dugonang bormi yetarlicha? Yo'q, menda dugona kam. Buni sababi ana shu tan olinmaganlik ehtiyoji. Bor e'tiboringizni isbotlashga sarflagansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Endi qarang-da. Siz gapiryapsiz, men o'ylayapman. Agar tan olinganingizda, keragicha e'tibor olganingizda, siz shunaqangi yaxshi o'qib, harakatlar qilib, o'zingizga shunchalik ishlagan bo'larmidingiz? Sizga balkim foyda bo'lgandir deb o'yladim hozir. Ko'pincha biz mana shu blokni hal qilganimizda, ya'ni menda tan olinmagan ehtiyoj bu onam qayerdadir o'g'il yo'qligini aytganda yoki qaysidir bir suhbat natijasida sen uddalolmaysan, qo'lingdan kelmaydi degan vaqtlarda blok tushib qolgan-u, ya'ni menda e'tiqod qolgan, demak men uddalolmas ekanmanmi? Men nimadir ko'rsatib berishim kerak degan ong ostida e'tiqod shakllanganda, men o'sha e'tiqodning ortidan boshqa ishlarimni qo'yib yillar davomida chopib yurganman. Bugungi kunda kelinlar ham shunday, zo'r kelin bo'lish uchun yillar davomida chopishadi. Boshqa tomonda o'zini ruhiy ulg'aytirish, komillikka intilish yoki boshqa narsalar qolib ketadi. Meni mutaxassisligim, ong osti bo'yicha mutaxassisligim, men juda ko'p kelinlarni ko'rganman. 15 yoshda qolib ketgan, 5 yoshda, 7 yoshda qolib ketgan. Meni og'rig'im ana shu 7 yoshda, 3 yoshda tan olinmagan qizaloq qolib ketgandi va u harakat qilib o'qirdi, 5 olardi, lekin 7 yoshli ong o'lchami bilan. Tasavvur qiling, men o'zimdagi bor kuchimni 20 yoshli Nasiba bo'lib harakat qilganimda, 18 yoshli Nasiba bo'lib yoki 30 yoshli Nasiba bo'lib harakat qilganimda, unda yana ham yaxshi natijaga olardim, chiqardim. Bir konsultatsiya men yodimdan chiqmaydi. Ikkinchi marotaba ajrim holatda bo'ldi, endi uchinchisi bilan ajrim bo'lib qolmasin deb konsultatsiyaga yozilyaptilar-da. Ong ostini ko'rganimizda 15 yoshda ona qattiq kaltaklagan, xo'rlagan ona qo'l ko'targan va qizaloq nima qilib bo'lsa ham qochish uchun, onani changalidan qochish uchun harakat qilgan. Va u har doim ong ostida qattiq o'tirib qoladiki, men qochishim kerak.
qochish kerak, ya'ni himoya. sal tazyiq bo'lsa undan chiqib ketish yechimi o'ylanmaydi. Juda to'g'ri tushundingiz mani Nilufar opa. Ya'ni qanaqa qilib bo'lsa ham mana shundan ketsam qutulsam, Shunday. eng oson yechim, to'g'rimi? Ha, Bolalari ham xuddi o'ylamaydi. Nechta bo'lishidan qat'iy nazar ajrashaman. Turmush o'rtog'i ham ko'rinmaydi. Tazyiq ostiga tushdimi, darhol ketish haqida o'ylaydi. Ikkala turmushda ham aytyapti, erim yaxshi, lekin qaynona ozgina zug'um qilsa ham derazadan bo'lsa ham tashlab qochyapti. Sababi ana shu kichik vaqtida onani do'pposlagani, qo'l ko'targani. Ya'ni bitta savol, uzr gapingiz bo'ldim. Sir emaski, endi ularning oilasida nima o'tganini biz bilmaymiz, ularga ta'na ham qila olmaymiz. O'zini yig'ladi, bilasizmi? Nega men sizni oldinroq uchratmadim? Men endi qanaqa tushuntiraman? O'sha narsa ong ostida ko'ringanda, onani kechirib, o'zini qabul qilganda va o'sha biza 7 yoshli qizaloq, 15-7 yoshli qizaloqdan 25 yoshga olib kelganingda qaynonadan qo'rqmay qoldi. Qochgisi kelmay qoldi qaynonadan. O'sha eri bilan ajrashgisi kelmay qoldi, uchinchisini xohlamay qoldi. Chunki u mana Sug'ur degan kino bor edi, ko'rganmisiz o'sha Sug'ur filmini? Bitta kunda Sug'ur kuni bir kunda qayta uyg'onadi. Biz ana shu kuchli stressni uyg'otib olganimizda shunaqa kuchli refleks uyg'onib qoladiki, qayta bir kunda uyg'onadi odam. Qochish, ajrim, qo'rquv, vahima yoki nimadandir himoya qilish. O'sha paytda kimdir baribir yordam berish kerak ekanda, u yo aqlli ona, yo ota, yo er yoki psixolog kerak edi. Misol uchun adasini o'sha qizaloq tarafini olganida edi, bunaqa bo'lmasdi. Hozir men sizga bermoqchi bo'lgan savolim shunday ediki, sir emaski, o'zi bilan birga bolalarini 9-etadan tashlab yuborgan ayollar haqida eshityapmiz. Bolalarini ham birga olib chiqib, o'zini katta suv oqar suvlarga tashlab, joniga qasd qilgan ayollarni eshityapmiz-da, ularni qanday ruhiy holat boshqaryapti? Ularga o'sha paytda biror yordam berish ilojisi yo'qmidi? O'sha haqida o'ylab ko'rganmisiz psixolog sifatida? Bilasizmi? Eng aqlsiz onalar bolalaridan o'ch oladi, eri uchun, qaynonasi uchun. Shu mana qaynonasiga gapirolmaydi, eriga aytib eshitolmaydi o'zini hissiyotlarini, bolaga tez qo'l ko'taradi. Aynan ana shunday onalar ma'naviyatda ulg'aymagan onalar. Chunki gaplasholmaydi eri bilan, gaplasholmaydi, qaynonasiga o'z hissiyotlarini gapirib bera olmaydi, eriga nima xohlayotganini, o'z hissiyot, emotsiyalari har doim sen jim o'tirishing kerak, sen gapirmasliging kerak deb ulg'aytirildi qiz. Endi u o'sha fikrda turibdi-da, eriga ham gapira olmaydi, qaynonasiga ham, bolalariga o'z ichidagi bor alamini bolalariga sochadi va o'zi qiynalish xohlamagani uchun bolalarini ham qo'shib qiynab, o'sha sakrashi yoki bolalarini ham cho'kirib yuborayotgan onalarni ko'ryapmiz. Ana shu narsa eng ko'p bolaligida sen jim o'tir, sen gapirmasliging kerak, sen qiz bolasan, to'g'ri o'tir, kulmasliging kerak, sen xato qilyapsan, ulg'aytirildi, u ulg'aydi, keyin bolasini urishni boshlaydi. Nimaga? Aytolmaydi, oyijon, bu menga yoqmadi. Keling, mana shu narsani ishlaylik yoki adajon, bu narsani gaplashib hal qilishimiz kerak. Asosiy ajrimlar, bolaga qo'l ko'tarish, o'ziga suiqasd uyushtirish, gaplashilmaganligidan, kommunikatsiya to'g'ri yo'lga qo'yilmaganidan kelib chiqadi. Keling endi oilaviy munosabatlarga. Oilaviy munosabatlarda asosan markazda er xotin turadi. Qaynona boshqa mayda-chuyda sabablar ajrashishga sabab bo'la olmaydi. Er xotin ajrashishda hozirgi eng katta muammo erlar qo'yayotgan xatolar sabablimi yoki ayollar erlarini yo'lga sola olmayotgani, erlarga chiroyli tarzda o'zini qadrliligini bildira olmayotgani, qadrini ko'rsata olmayotgani sabablimi? Ya'ni aytmoqchimanki, ilmsizligi sababmi? Eng ko'p sabab, chunki sizni oldingizga shu bo'yicha ayollar ko'p yig'lab kelar ekan. O'sha bo'yicha gapirib bersangiz, mulohazalaringizni. Oxirgi vaqtlarda men asosiy ba'zan konsultatsiyalardan ko'p oldimda, ya'ni jonli darslardan ham ko'ra konsultatsiyadan sariq kasalchani, gepatit A kasalligiga uchragan, yopiq formatdagi yo'nalishda yopiq formatdagi sariq kasalligiga uchragan, gepatit A ga uchragan ayol bilan gaplashyapmanda. Sababi yo'q, hayoti yaxshi, bolalari bor, o'g'il qizlari bor. Nimaga men gepatit bo'lib qoldim deb Allohdan norozi bo'lib, dunyodan norozi bo'lib kelyapti-da. Gaplashsak, o'ta qaysar. Turmush o'rtog'idan mehr olmaydi, bermaydi ham. Nimaga meni hech kim xafa qilmaslik kerak? Meni xafa qilish mumkin emas degan ongda yashaydi. Va erim menga nimadir deb xafa qilsa, men ko'tara olmayman buni, deyapti. Shu narsani tushundimki, bugungi kunda
ayollar kinolarga ko'p taqlid qilyapti. Ya'ni turk seriallari, umuman seriallarni ko'rsangiz ayol mag'rur, erkakka yalinmaslik kerak, boshqa qilmaslik kerak yoki qiz bolani nozi bor degan formatda ketadi-da. To'g'ri, bu narsa to'y bo'lgunga qadar, turmushga qadar. Lekin turmush qurilgandan keyin ayol unaqa kibrli bo'lishi, erga bo'ysunmasligi emas, aksincha ayol hamma tomonga yumshay olishi, hamma tomonga o'sha erini his qila olishi. Ko'p ayollar eridan gap eshitishdan qo'rqadi, er urishidan qo'rqadi, lekin bu to'g'ri emas. Bu bir gaplari bor. Bu bilan ulg'ayganman deyman. Erkak bo'lgandan keyin urishadi, haligi so'kadi. Aqlli ayol ana shu vaziyatda jim o'tiradi. Vaqtini topib erga tushuntiradi. Mana bu yerda meni urishdingiz, biroz dilim og'ridi yoki mana bu yerda mana bunaqa yechim qilsak qanaqa bo'larkin deb. Qiz bolalarga ona kommunikatsiyani, to'g'ri gaplashish qoidasini o'rgatmaganligi uchun mana Nilufar opa ko'ryapsizmi? Boshdan boshlab suhbatlashyapmiz. Suitsidga ham, ajrimga ham to'g'ri munosabat o'rnatila olmayotganligi sabab bo'lyapti. Xo'p, Nasibaxon, aytaylik, ayol o'zi kutmagan tabiatli erkakka turmushga chiqib qoldi. Va o'zi xohlagandek tomonga ana shu erkakni sekin-sekin o'zgartirish imkoni bormi? Bu savol, men o'ylayman, ko'p ayollardan keladigan savolda. Inson o'zi o'zgarsa, ilm olsa, uni ana shu olgan ilmi hisobidan, o'zini o'zgartirgani hisobidan atrofidagi har bir inson, butun oila a'zosi o'zgarish boshlaydi. Yashirmayman, menda xuddi shunaqa bo'lgan. Umuman kutmagan xarakterimdagi insonga turmushga chiqqanman-da. Ya'ni o'zingiz. O'zimda shunaqa bo'lgan. Juda ilmsiz bo'lganman-da, o'zgartirishga harakat qilganman. O'zgartirishga o'qigan kitobimni borib turmush o'rtog'imda sinab ko'rganman, yana sinab ko'rganman. Eksperiment bo'lishdan u inson charchagan. Keyin to'xtatganman hammasini. Demak, taqdirni o'zgartirish, birovni taqdirini o'zgartirish menga emas ekan deb o'z ustimda ishlashni boshlaganman. Erkaklar haqidagi qarashimni yozganman. Qanday xislatli erkaklar menga yoqmaydi. Aynan yozishni boshlaganman. Bunday bo'lsa menga ma'qul emas, unday bo'lsa menga ma'qul emas. Hammasini yozib chiqqandan keyin qaraganman, nimaga men Alloh yaratgan odamni muhokama qilyapman, kimman? Misol uchun. Nikoh bu ilohiy. Har bir nikoh osmonda ilohiy jarayon tuziladi va u besabab emas. Ana shu narsani haqqoniy anglagan ayol eridan kamchiliklar qidirmaydi. Aksincha, demak, meni nikohim ilohiy ekan. Demak, har bir nikoh osmonda belgilanar ekan. Bu insonni menga shu osmonning egasi bergan ekan, Alloh bergan ekan. Umrini 30 yil, 40 yillab umrini erini muhokama qilib sarflagan ayollarni ko'rdim. Ular hech narsaga erishmagan. Eng yaxshisi ayol o'zini o'zgartirishni boshlash. Men o'zimdan aytaman, 15 yillik kelinman. Qaynona qaynota bilan yashayman va ana shu umrimni 10 yilini turmush o'rtog'imni o'zgartirishga sarflaganman. Ishoning, guruchning ichida bo'ladigan kurmakchalik ham natijaga erisha olmaganman. Nima qilib berishdingiz? Qanday bu natijaga erishdim? O'z ustimda chuqur ishlarkanman. Bolaligimda otamdan norozi bo'lgan. Qaysidir bola meni xafa qilgan, kimdandir qo'rqganman, qaysidir boladan, kimnidir tanqid qilganman. Shu ham o'g'il bolaman. Shunaqa ham o'g'il bola bo'ladimi? Men uni o'rniga bo'lganimda boshqacha o'g'il bola bo'lardim. Ko'ryapsizmi? Ana shu fikrlar bilan ishlarkanman. Kundan kunga turmush o'rtog'im bilan munosabatlarim yaxshilanish boshlagan. Kundan kunga u inson meni idealimdagidan ham yaxshi insonga aylanib borish boshlaganda. Shuning uchun aytaman, ayollar, siz o'zingiz ilm oling, o'zingiz o'zgaring, ana o'shanda turmush o'rtog'ingiz ham o'zgarish boshlaydi. Yana bitta narsani men savol bermasangiz ham o'zim gapiraman. Pul olishda emas dedi. Biz 3 ta qizimiz oilada bo'layotgandek. Singlim turmush o'rtog'idan pul oladi, opacham turmush o'rtog'idan pul oladi, men ololmayman-da. Keyin ular aytadi, sen qanaqasan, o'zi o'qigansan, nimaga pul ololmaysan sen? Bilmadim, o'zimda pulim bor-ku deyman, misol uchun. O'zimda bor-ku, nima qilaman, pul so'rab nima qilaman? Lekin ular senda nimadir noto'g'ridir dedi, senda nimadir noto'g'ri, ayol kishi pul olish kerak. Bilasizmi, men tushunganman shunda, mana bu yerim yo'l qo'ymagan pul so'rashga. Mana ayol kishi qanaqa qilib erdan pul olishi mumkin? Chiroyli ko'ylak kiyib qo'yganda emas, misol uchun, yoki nimadir shirin ovqat pishirganda emas, so'ray olish kerak. Mana bir marta so'radim, bermadi-ku, boshqa emas. Shunaqa bo'lish kerak. Qanaqa so'rash kerak ekan? So'rayverish kerak. Pul bering debmi? Shunaqa. Yaxshi gaplar bilan yoki aynan ana shu qizaloqlikni yoqish kerak ayolda. Bilasiz, qizaloqlik, bekalik, qirolichalik, mahbubalik bor. Ko'p ayollarda qirolichalik baland. Qirolichaligi baland ayollar so'ra olmaydi. Pul so'ra olmaydi. Aynan qizaloqligi baland bo'lganda ular qayta so'rab bermasa xafa ham bo'lmaydi, misol. Ya'ni
o'zini xuddi otasidan pul so'rayotgan qizaloqdek tutish kerak demoqchisizda. Erkalanib bering otajon qo'yishmaydiyu, bermay ketib qoldi, buvisi yana so'rayveradi. Mana ba'zilar aytadi, yo'q bo'lsa qayerdan beraylik deb. Aytavering, uni ongida ha, demak ayolim mendan kutayotgan ekan, demak men berishim kerak ekan, u mendan shuni xohlayotgan ekan, men nima qilsam xursand bo'ladi ayolim deganda aytadi, sendan pul so'rayotganim, demak unga sen pul bersang xursand bo'ladi deb. Yana bitta narsa, erkak ayol munosabatlarini yaxshilashda ba'zi ayollar vaqt o'tgan sari turmush o'rtog'ini sevishdan to'xtaydi. Ya'ni sevgi, muhabbat hurmatga aylanib qoladi-da, ichida ishq olovlanmay qoladi. Shunchaki yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, uni so'roqsiz ish qilmaydi, lekin sevgi kamayib qoladi. Aynan ana shu vaqtda nimaga ayollarga gul bering, haligi podarka bering, ayolingiz o'shani kim aytadi? O'sha erkakka. Bir anekdot esimga tushib qoldi-da. Bitta erkak yonidagi o'rtog'iga aytib berayotganmish-da, xotinim har kuni ming'ir qilib pul so'raveradi desa, yonidagi o'rtog'i, shuncha pulni xotining nima qilar ekan desa, bilmadim, hali berib ko'rmaganman degan ekan. Demak, qanaqadir yo'li bordir-da so'rashni ham. Aynan ana shu so'rash jarayonida agar qirolichalarga baland ayol so'rasa, unda tabiiy chiqmaydi. Ololmaydi. Ko'p o'ylaydi ayollarning dardi pul deb. Yo'q, ayollarning dardi pul emas. Ular mehrga, o'ta mehrga talab bo'l ayollar. Ichida qizaloqligi o'ta muhtoj. Va ular o'sha misol uchun sovg'a olganda, aynan e'tibor olgan vaqtida ular qayta sevishni boshlaydi o'sha erkakka. Muhabbati olovlanadi. Ko'rgan bo'lsangiz, bir qizni rozi qilish uchun misol uchun gullar, sovg'alar, qancha harakat qilishadi, uylanguncha. Misol uchun. Lekin to'ydan keyin hamma oila ham bu an'anani saqlab qolavermaydi-da. Sevgida yashamoqchi bo'lgan erkak ana shu an'anani o'zini oilasida saqlab qolishi kerak. Unda u gaplarni erkaklarga aytish kerak ekanda, ayollarga emas. O'zi ko'rsatamiz turmush o'rtoqlariga haligi. Bilasizmi, Nasibaxon, siz bilan gaplashib turib nima xayolimga keldi? O'zi psixologga muhtoj bo'ladigan bir ayol zotida, erkak zotini bir psixolog qidirib yurganini, bir dardim bor edi deb aytishganini erish tuyuladi, eshitmaganman. Menimcha bu ayol xilqatida bo'lsa kerak. O'zimizga o'zimiz muammo yasaymiz, keyin o'tirib yig'laymiz, keyin xarxasha qilamiz. Xo'p, sizningcha shuncha paytdan beri ayollarga maslahat berasiz. Tilini topish mumkinmikin? Masalan, siz berayotgan maslahatlar orqali, yana boshqa maslahatchilar orqali shu ayol harakat qilsa, o'sha to'g'ri, endi maslahat beruvchi nima deydi, shayton sifat odamlar bo'lish kerak emas-da. Bir zo'r nima gap eshitdim. Bular vahshiy hayvonlar emas. Sher, bo'ri, yo'lbars ham bulardan umuman qo'rqmagan. Bizning dushmanimiz tovuq, g'ozdir deb maslahat berar ekan. Chuvalchangning onasi bolalariga degan ekanda. Ya'ni bundan qissadan qissa maslahatni berayotgan odam o'zi aqlli, farosatli, ilmli bo'lsagina to'g'ri maslahat beradi-da. Lekin ba'zi psixologlarni so'zlari qulog'imga chalinib qoladi. Ering majbur hamma seni ehtiyojingni qondirishga, pulmi, tillami, hamma narsa sen uchun muhayyo qilish erkakning vazifasi. Sen oilada bir simmam puling qo'shilsa o'sha yerda baraka ketadi deb o'rgatishadi-da. Undan keyin ana boshlanadi janjal. Amal taqal qilib ro'zg'or qilayotgan bo'lsa, shu harakat qilib topganini uyga tashlayotgan bo'lsa-da, yana kirib kelishiga katta o'zini planlarini tuzib turgan ayoldan qayerga qochishni bilmay qoladi-da. Keyin bore deydi, ko'chadan o'ziga boshqa ermak qidirishni boshlaydi. Siz mana shu joyda, mana shunaqangi ayollarga nima degan bo'lardingiz? Qaysi yo'l bilan ham oilasini, ham erini muhabbatini, ham farzandlarini baxtli kelajagini asrab qolish baribir ayolga bog'liq-ku. Nima qilsa, mana shu to'g'ri yo'ldan ketgan bo'ladi. Ana oltin o'rtalik deydi-ku. Ilm har qanday zulmatdan nur tomon eltuvchi yo'l. O'sha ilmni kimdan olgan ma'qul? Ilmni izlab Madinalarga kezib borishgan, ilmni izlab Buxorolarga izlab borishganda, men o'zim ham juda ko'p ustozlarda tahsil olganman. Ayol kishida
agar ichida sakinat topolmayotgan bo'lsa, oilasida bezovtalik bo'lsa, u norozi bo'lishni to'xtatish kerak. Birinchi ustoz bu tabiat bizaga. Qarang, birorta qush nolimaydi, bir chumoli nolimaydi hayotidan. Bir daraxt nega men bu yerda o'syapman, nega bir shoxim egilib qoldi demaydi. Ular boriga ko'nadi, hayotdan boricha rozi, mamnun. Hamma narsa tabiatda o'zi ustoz bizaga. Eng zo'r ustoz tabiat. Shunday boqsangiz, yomg'ir yog'di, yana daraxtlar xursand bo'lib kulib chiqdi. Misol uchun quyosh chiqib qolsa, quyoshdan ham ular rozi, yo ko'p isitib qolsa ham indamay turishadi, yana imkoniyat bo'lganda ochilishadi. Ya'ni ayol kishi 2 qadam orqaga chekindimi, 5 qadam oldinga chiqadigan vaqtni kuta bilishi kerak. Bu baxt bizaga har kuni eshigimizni taqirlatib kelmaydi. Har bir insonning hayotini oq va qora kunlari bo'ladi. Har bir inson tashqi ko'rinishidan sizga boy, baxtli, badavlat ko'rinishi mumkin yoki tug'ilgandan baxtli yashayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin uning ham ko'rsangiz hasrat daftari bor. Chunki biz aynan ana shu tabiat qanday yashayapti, yerda odamlar qanday, har bir insonda bor. Achchiq qahraton sovug'i bor, jazirama issig'i bor har bir insonning hayotida. Ana shu jazirama issiqqa duch kelgan vaqtida inson go'zal sabr qila olishi bilish kerak. Keling, mana shu yerda bitta misol bilan, masalan, siz oldingizga qaysidir muammo, katta muammo yasab keldi ayol va siz unga qanaqa yechim berdingiz va uni hayoti qanday o'zgardi? Saraton kasalligi bo'yicha ayollar bilan ishlagan vaqtimda bu ko'pincha saraton kasalligi, matkadagi mioma, ko'krakdagi bo'layotgan bezovtaliklar ajrashgan ayolda yoki erkakka nisbatan nafrati bor bo'lgan ayollarda bor bo'ladi. Biz bu ilmiy isbotlangan. Xuddi shunaqa. Ishonasizmi? Aynan bitta desa maqtangan bo'laman-da, birta deya olmayman shuning uchun. Birta konsultatsiyaga ham kelmay turib, aynan darslarda o'qib, yaxshi bo'ldim deb bir nechta ayol meni qabul qilgan. Ya'ni bu bilan aytmoqchisizki, hatto saratonni ham yengdi. Ayol qanaqa qilib? Ichida bor bo'lgan nafratni qo'yib yuborish orqali. Biz kimdandir qattiq xafa bo'ldikmi, u bizning ichimizda. Erkak kechira olmayman erimni, xafaman erkakdan, otamni kechira olmayman, kimnidir kechira olmayman dedik, u bizning ichimizda musor bo'ladi va u musor vaqt o'tishi bilan kasallikka aylanadi. Xafa bo'ldikmi, o'sha yerda kuchli hujayralarda qotish paydo bo'ladi-da. Ular endi ijobiy baxt gormonini emas, nafrat kislotasini ishlab chiqarish boshlaydi. O'z-o'zini yo'q qilish ishlab chiqarish boshlaydi. Yer sayyorasida hamma narsaga rozilik asosida qurilgan. Nima uchun rozi bo'lsang, shukr aytsang, ko'paytirib beramiz. Norozi bo'lsang, kamayadi. Yo'qolish boshlaysan, yo'qlikka yuz tutasan. Norozilik bu o'lim. Ayol tanasi uchun o'limni chaqiradi. Erdan norozi bo'lish, aynan erkakdan norozi bo'lish ayolni tanasi ko'tara olmaydi. Erkakka nisbatan nafratni ayol xilqati ko'tara olmaydi va u o'z-o'zini yo'q qilishni boshlaydi. Chunki ayolni ishongan tog'i erida. Hamma sirini aytadi va har qanday qiyin holatda ham erini yelkasiga bosh qo'yib bitta yig'lab bersa, men borman degan bir og'iz so'zi yetarli ayol kishiga. Va hamma ishni o'zi bajarganda ham lekin yonida tog'dek ishongan eri. Agar eridan zarba olsa, ayol kishi haqiqatan ham ko'tara olmasligi mumkin. Ana shu ko'tara olmagan vaqtida, ko'tara olmagan ayollar saraton kasalligiga chalingan, ko'tara olmagan, saraton sog'lomligiga chalinganda aynan mana shu suhbatimiz boshida aytdik-ku, borib o'sha vaziyat his qildirilib, u vaziyat nur orqali tozalanib, hissiyot orqali tozalanganda, qo'yib yuborilganda saraton yaxshi bo'lganini. Ayol hissiyotga o'ta beriluvchan. Ayol hissiyoti bilan bor qila oladi. Erini boy qila olishi mumkin, o'zining hayotini gul qila olishi mumkin. Aynan ana shu hissiyoti bilan o'zini va turmush o'rtog'ini kasal qilishi ham mumkin. Juda ko'p ayollar misol uchun bitta duosi bilan yoki bir yuragidan hissiyot o'tkazib turmush o'rtog'ini qanaqadir kasallikka uchrab qolishiga sababchi bo'lgan ayollar bor. Ayol katta energiya bor. Bugun bo'lgan voqeani aytib beraman. Suhbatga kirishimizdan oldin qirda loladan o'tib kelyapmizda, lolalardan o'tib kelyapmizda. Men aytyapman, men shu lolani oldiga borish xohlayapman deyapman turmush o'rtog'imga. Kech qolamiz Nasibaxon deyaptilar. Borgim kelyapti-da, qaniydi borsammi deb, kechadan boshlab o'z lolalari, qizg'aldoqlarni o'ylayapman dedim. Indamadilar. Shunday qirni oxiriga borar-bormas sababsiz avtomobil o'chib qoldi. Yurmayapti. Demak, borar ekanmiz qirga dedilar. Demak, borishimiz kerak ekan. Endi bemalol qir aylanavering. Iroda Nasibaxon dedilarmi? Xuddi shunaqa bo'ldi. Ya'ni biz his qildikmi bir narsani, o'sha narsa bizga tortilib kelish boshlaydi.
Ayol to'g'ri niyat qilishni ham bilishi kerak. Ana shu niyat noto'g'ri bo'lganda, nimagadir mana borishni xohlayapsizda, niyat noto'g'ri. Ayollar qanaqa niyat noto'g'ri qiladi? Bilasizmi? Menga juda misol uchun yaxshi erkak uchrasam, faqir erkak uchrasam, yaxshi insonga turmushga chiqay deb niyat qiladi-da, turmushga chiqyapti. Xuddi o'zi so'raganda yaxshi erkak, uni hurmat qiladigan erkak, lekin moddiy tomonlama ta'minlamaydi. Onasidan unaqa ham himoya qila olmaydi yoki ana shu erkakligi baland bo'lmasligi mumkin. Lekin u isyon qiladi. Aslida u o'zi shunaqa erkakni so'radi. Ba'zi ayollar esa boy bo'lsin deb misol uchun so'raydi-da, unda boylik bor bo'ladi-da, mehr, e'tibor, sadoqat yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun qiz farzand ulg'aytirayotgan onalar qizi bilan ma'lum bir yoshga yetgandan keyin ochiq gaplashish kerak. Chunki qiz bolani dilida orzulari bo'ladi, dugonalari suhbat qiladi, uning uchun yaqin bo'lish kerak. Yaqin bo'lish kerak. Onadan uzoq bo'lgan qiz qaynona bilan ham unaqa yaqin bo'lib keta olmaydi. Umuman nima deb o'ylaysiz? Shu qiz tarbiya qilayotgan ona va o'g'il tarbiya qilayotgan ona nima ilmlarga ega bo'lish kerak? O'sha ilm o'zida bo'lishi uchun ular hozir qaysi jabhalarda? Ko'pchilik masalan faqat erini surishtirish bilan band umr o'tib ketib qoladi. Qattasiz nima qilyapsiz? Chunki o'zi bo'm-bo'shda uyda va ro'zg'or bu oila degani qozon tog'idan ham iborat emasda. Faqat o'zini ham o'ylamaydi er-xotin. Ertaga mana siz aytyapsiz, haligi nima deydi, to'ldirilmagan ko'ngil idishlari turibdi. Mana shu bolalar bilan to'liq shug'ullanishi uchun ularga qanaqa ilm kerak? Hozir nima degan bo'lardingiz? Mana shunday o'g'il katta qilayotgan, qiz katta qilayotgan, o'smir yoshidagiga yetib qolgan farzandlari, o'g'il, o'smir yoshdagi o'g'il, o'smir yoshdagi qizni ota-onasiga, onasiga nima degan bo'lardingiz? Bunday oilada, janjal bo'layotgan oilada, er-xotin o'rtasida bir-birini munosabatlari fundament mustahkam bo'lmagan oilada o'sha farzandlarni ongida dastur yo'q. Baxtli oila dasturi yo'q. Farovon oila dasturi yo'q. Ular baxtli oila qanaqaligini bilmaydi. Turmush o'rtoqqa chiroyli munosabat qurish dasturi yo'q uning ongida. Mana bir ayol kelyapti-da, men bloklarimni topdim yoki ong ostimda noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri dasturlarni topdim. Endi nima qilay? Ularni olib tasha. Men aytyapman, yozdim, nimalar yoqmaydi menga yozdim. Demak, bular meni dasturlarim. Mana shu dasturlar, shu fleshka menda ishlayapti. U fleshkani olib tashlash kerak. U fleshka qayerdan tushadi? Qanaqa olib tashlash kerak? Shunchalik osonmi? Juda ham oson. Fikr o'zgardimi, butun tanada katta o'zgarish bo'ladi. Qanaqa qilib o'zgartirasiz? Misol uchun, sizda fikr bor edi, ko'chada misol uchun oilasiga qaramay, deylik ichib yurgan erkakni ko'rardingiz, yomon deb o'ylardingiz shunaqa erkaklarni. Shunday, demak ichib yuradigan, ayoliga qo'l ko'taradigan erkak yomon. Bu meni ichimda bor ekan. Tushundim bu narsani. Bundan qanday xayrlashaman? Bu ham Allohning yaratgan bandasi. Buni ham kimlardir yaxshi ko'radi. Bu insonni yomon ko'rishga mening haqqim yo'q. Men shu insonni borligini qabul qilaman va u inson qanday xohlasa, o'zi qanday xohlasa shunday yashashga haqqi bor. Men bu insonni muhokama qilishga haqqim yo'q. Men qozi emasman. Men o'zim bu dunyoga so'ralish uchun kelganman, qozilik qilish uchun emas. Ana shu narsani tushunib bitta bekor qilganingizdan keyin juda yengil bo'lib qolasiz. Shu narsani tafakkur qilish kerak inson, keyingi gal bunga qo'l urmaslik kerak. Keyingi gal erkakdan nafratlanmaslik kerak. Mana misol uchun, sizning miyangizda dastur, misol uchun, miyada dastur yo'q edi, xiyonat dasturi bor edi, ajrim dasturi bor edi, otadan nafrat, erkak yomon degan dastur bor edi, topildi. Lekin mutaxassisga ham ehtiyoj tug'iladi. Mana misol uchun ajrim dasturi bor edi, topiladi, qayerda turibdi, qachon ilk marotaba ajrashayotgan vaziyatdan qattiq qo'rqildi, qattiq ta'sirlanildi. Ana shu narsaga yetib boriladi-da, u ongdan endi nazar yaxshilariga qaradi. Mana to'g'ri, bu ajrashdi. Ajrashmagan qancha oilalar bor. Ajrimga, ongdagi ajrim blogini qanaqa bekor qilish mumkin? Nazar o'zgartiriladi. Bitta ajrashgan bo'lsa, mana ongim qara, 100 ta yaxshi yashayotgan oila bor. Bitta qaynonasi urgan kelin bo'lsa, millionlagan qaynonasi yaxshi yashayotganlar bor. Mana bizga bitta xat kelibdi-da yaqinda. Ular Amerikada, esimda uzoqda yashashar ekan. Opajon, menga yordam beringlar. 3 ta farzandim bor, lekin oilam jar yoqasida turibdi. Erim toparman, tutarman. Lekin men ular timya o'z ustida ishlaydilar, o'qiydilar, zo'r biznes kurslarida o'qib kelyaptilar.
ular men bilan suhbatlashishni xohlamay qoldilar. Umuman men ularni gap so'zim, yurish turishim ularga umuman yoqmayapti. Chunki ularni o'zlari tushunib turibdilar. Ya'ni dunyo qarashlari o'sib ketdi. Men hozir ajrashish yoqasidaman. Nima menga maslahat berasizlar? Qayerda tezlik bilan ilmimni oshiray, erimni savollariga javob beradigan, o'sha erim xohlagandek ayol bo'lishim uchun nima qilishim kerak degan savolda mana bu narsani dabdurustdan berdim. Siz psixolog sifatida ularga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Bunaqa vaziyat ko'p. Ayol o'sib ketganda ham shunaqa narsa bo'lib qoladi. Ayol rivojlanib, erkak o'smay qolsa. Bularda teskarisi ekan. Ha, bularda teskarisi. Ikkala vaziyat ham kuzatiladi. Talaba vaqtimda 4-kurs o'qiganimda bir qiz keldi oldimga. Nasiba ustoz, men otam bilan munosabatimni yaxshilamoqchiman. Adam faqat meni urushadi, siltiydi. Nima qilsam adam bilan munosabatimni yaxshilayman. Adam qiz bolalarni yomon ko'radi. Kuzatuv degan metod bor psixologiyada. Kuzatuv metodi. Siz kimdir bilan munosabatingizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, avval u insonni kuzatishingiz kerak. Nimani yoqtiradi, qaysi rangni yoqtiradi, eng tez u odamga yetishib olishni usuli. Men hozir kurslar desam bir vaqtingiz ketib qoladi. Konsultatsiya desa imkon bo'lmasligi mumkin konsultatsiya olish uchun. Eng zo'ri kuzatishni boshlash kerak. Misol uchun Nilufar opa, men sizga yoqmoqchiman. Kuzatish boshlayman. Qaysi rang ko'p kiyyapsiz, nima qilyapsiz, qanaqa ohangda gapiryapsiz, o'zingizni qanaqa tutyapsiz, nimani sevib yeyapsiz. Bu narsalarni o'zimcha o'rgangandan keyin men aytaman, siz ham shuni yoqtirasizmi? Menga ham bu yoqadi. Keyin keldi. Borib adang kuzatasan dedim. Bir haftalik borib keladi o'qishga, adang kuzatasan, nimalarni yoqtiradi o'rganib kelasan. Kelyapti Nasiba ustoz, adam piyoz yoqtirar ekan. Bo'lgan voqeada endi. Achchiq narsalarni yoqtirar ekan, keyin ovqatim bunaqasini yoqtirar ekan, keyin bunaqasini yoqtirar ekan. Endigi topshirig'im senga. Borasan, adam ham piyoz rosa yaxshi ko'raman, piyoz zo'rda deysan, yoqtirmasang ham. Chunki sen yetishib olmoqchisan u insonga. Senga u inson keraksan, qolishni xohlayapsan bu inson bilan. Bo'lmasa majbur emassan. Bo'ldi. Nimalarni yoqtiradi, o'sha narsalar bilan birga bajarib kelasan. Ikkinchi hafta kelyapti, aytyapti, Nasiba opa, natija zo'r, adam meni urushmay qo'ydi, munosabatlar yaxshilandi. Nima qilding? Piyoz yaxshi ko'raman dedim, rediskani yaxshi ko'raman dedim. Menga ham shu yoqadi. Siz futbol ko'rasiz, men ham futbol ko'raman zo'ra. O'zim bilmasam ham futbolistlarni o'rgandim, nomlarini. Nima endi bu insonni nimani yaxshi ko'rishni o'rgandingiz, keyin u inson bilan suhbat qurish uchun mavzu bor sizda. Turmush o'rtog'i bu ayol bilan nima gaplashmayapti? Mavzu yo'q. Albatta. Biznes haqida gaplashaman desa ham mavzu yo'q. Chunki uy bekasi bo'lib qolib ketgan. Ovqat haqida gaplashay desa, eri nima ovqatni yaxshi ko'rishini bilmaydi va hokazo. Qarangda, o'zi haqiqatan ham shunaqa. Maktabda o'qigan paytimizda bog'cha bolalari bilan biz gaplashib o'tira olmaymizda. Institutda o'qiyotganimizda maktab o'quvchilari bilan bullar, churvaqalar bilan nimani gaplashamiz? Chunki biz endi dunyo qarashimiz kengaydi-ku. Endi mana shunaqada tabaqalashib ketaveradi odam ongi o'sib. Demak, ayollar erlarni zabt etish uchun eng avvalo ularga ma'naviy ozuqani bera olish kerak. Chunki er ko'chadan charchab kelganda haqiqatdan ham faqat osh-ovqat yeyish uchun kelmaydi-ku uyga. Gaplashib o'tirgan, qalbiga rohat beradigan narsaga qatta o'rgatamiz. Ayollarni qanaqa qilib shunaqa ilmli qilishimiz mumkin? Qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz masalan? Har bir inson takrorlanmas individual. Hech bir kimgadir to'g'ri kelgan usul boshqaga to'g'ri kelmaydi. Har bir ayolning o'z yo'li, o'zini tanlagan ichidagi ustozi bo'ladi. Baribir ayol ustoz ushlashi kerak deb o'ylayman. Lekin yana bitta gap, shu yerda gapingiz bo'ldim. Yaqinda bir necha psixologlar bilan men ko'rishdimda, bir nechalari bilan. Ular 20 yillik, 15 yillik, 18 yillik psixologlar o'qimagan ustozlari qolmagan ekanda. Unda ham o'qib chiqqan, opa, bunisida ham o'qib chiqqan, bunisida ham. Nima bo'ldingiz? Men shuncha yilimni yo'qotdim deyishdi. Yo'q, qarang, aytmoqchimanki, to'g'ri ilmni aslini beradigan ustozni topish uchun ham vaqt kerak ekanda. Bilasizmi, ular nima xato qilgan? Har safar ustozni keragidan ortiq tepaga chiqarib qo'ygan. Balkim. Ustoz tepaga chiqarib qo'yapti. Siz ilm oldingizmi? U ilmni o'zingizga yuqsin. Mana uni orqangizga yuk qilib ko'tarib yurmang ilmni. Ilm olgandan keyin uni hazm qilish kerak. Uni mazza qilish kerak. Ilm bu sichqonlar poygasi emas. Ilm olish. Dugonam bu kursda o'qibdi, men ham o'qiyman, mana narxi baland kursda o'qibdi, men ham o'qiyman. Unaqa emas. Ilmni oldingizmi, yedingizmi, tanangizga singdiring. Tanaga singmadi keyin shuncha psixologga bordim, shuncha kitob o'qidim, hech nima o'zgarmadi. Bu qaysi asrda aytsangiz ham, bu degani hamma ustozlar yomon degani bo'lib ketadi-da. Unaqa emas. Bu yerda nafs aralashgan. Ego bor insonda.
tan olinmagan ehtiyoj. Ya'ni bu ehtiyoj tan olinmadi, keyin ustozga boradi, u o'zini yukini ustozga tashlaydi. Mana mani yukim, mani o'rnimga ishlayvering. Man misol uchun o'zimni Telegram, Instagram sahifamda misol uchun darslarda aytaman. Men sizlarni o'ylangizga bormayman. Men sizlarni darslaringizni qilib bermayman. Men sizlarni o'rnlaringizga topshiriqlarni yozmayman. Men aytaman, uni sizlar bajarsangizlar natija bo'ladi. Mana bitta sinfda 30 ta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, u yerda o'nlagan o'quvchi 5 ga o'qisa, yana o'nlagan o'quvchi 4 ga o'qishi mumkin. Ustoz o'sha ustoz. Qachonki inson sichqonlar poygasiga berilib ketsa, buni kalamushlar poygasi deydi, to'xtamasdan faqat o'qiydi, lekin o'qimayapti, badaniga yuqtirmayapti, uni mazasini olmayapti. Ilmga oshiq bo'lish bor. Ilmga och bo'lish bor. Ilmni ko'z-ko'z qilish bor. Men qayerda o'qiganman, kimni kuzataman, buni anaqa qilganman. Agar ilmga och bo'lsa inson, bitta konsultatsiya o'zida rakda yaxshi bo'lyapti. Ilmga och, u istayapti, unga natija kerak. Qarang, Nasibaxon, shu o'rinda keling, foydali bo'lish uchun kaltak yeb, ya'ni tarbiya usuli qattiqqo'llik boshqada, lekin har doim kaltaklangan farzandlar mana ijtimoiy tarmoqlarda kelib qoladi, ayovsiz uradi bolasini, hatto u chaqaloq bo'lsa ham. Ularning psixikasida nima kutamiz ertaga ular oila qurganda, yoki faqat erkalatib katta qilingan farzandlar yoki faqat kaltaklanib katta qilingan farzandlarni bizga bunday sharhlab bera olasizmi, taqqoslab bera olasizmi? Agar bolani keragidan ko'p ursangiz, uni sindirib qo'yasiz. Keragidan ko'p maqtasangiz, uni egoni cho'qqisiga mindirib, qo'lidan hech ish kela olmaydigan qilib qo'yishingiz mumkin. Shahzodalar hikoyasini eshitgansiz. Podshohlar o'sha o'g'li juda noto'g'ri vaziyatga tushib qolgandan keyin ustozni qo'liga eti sizdan, suyagi bizdan deb erta berish darajasigacha yetib kelgan. Bugungi kunda zamonaviy farzandlarga, ya'ni yildan yilga baribir bolalarning ongi o'zgargan holatda, tushunchalari kengaygan holatda dunyoga kelishyapti-da. Asli qadriyat bor. Bolaga tarbiya kerak emas. Bolaga namuna kerak, o'rnak kerak. Ota-ona o'zi chiroyli, baxtli hayot yashab bersin, bolaning ongida shu narsa shakllansin. Ona kitobga oshiq bo'lsa, bola albatta shu narsani o'zida ko'rsatib beradi. Onalar nima qiladi? Darsingni qildi, bolaga zug'um qilyapti-yu, lekin o'zi televizor ko'ryapti. Unaqada ketmaydi deydi. Bola unaqa ketmaydi. Mana oldin bizani bitta uyga qo'ysalar, ustimizdan yopib mehmonga ketib darslaringizni qilib qo'yinglar desalar, xo'p deb darsimizni qilib qo'yardik. Hozir unaqa bolalar kam. Chunki hozirgi bolalarda telefon bor, internet bor, Wi-Fi bor va ular erkinligi ko'proq xohlaydi. Va bolani erkinligi qisilganda u nechadir yoshda qoladi. Misol uchun mana 5 yoshda do'pposlangan bola ulg'aygandan keyin stressli vaziyatlarni 5 yoshli boladek hal qiladi. Biznes qarshisiga kelganda yoki er-xotin munosabatlari kelganda xuddi 5 yoshli bolacha bo'ladi. Bu hammada emas, kimlardadir. Ko'rganmisiz, o'zi katta inson, lekin boladek fikrlaydi. Yoki qaysidir bir o'lchamlarda vaziyatni go'yoki bola kabi hal qiladi. O'zini tutishi xuddi go'yoki bola kabi bo'ladi. Bu aynan tarbiya jarayonida ko'p sindirilgan yoki ko'p kaltak yegan bolada bo'ladi. Keragidan ortiq erkalangan bola esa kibrga ketib, ana shu insonlarning diliga ko'p ozor berib qo'yishi mumkin. Sizga bir haqiqatni men gapirmoqchiman. Insonda egoning 3 xil shakli bor. Birinchisi bu hayvoniy ego. Insonda 3 yosh, 5 yosh, 7 yosh oralig'ida hamma narsa meniki bo'lsin. Keyingi ego bosqichi meniki va uniki va oxirgi bosqich esa menga hech narsa kerak emas. Xuddi tabiat, go'yoki tabiat kabi. Hamma narsadan rozilik. 3-ong o'lchami bu. Hamma narsadan rozi, yomg'irdan ham, quyoshdan ham, olamdan ham rozi. Inson ana shu 3 bosqichda ulg'ayadi. Bola ongida hamma narsa meniki, men boshqaga berish xohlamayman, hamma o'yinchoqlar o'ynamasa ham mendan. Bu bosqichda bo'lgan inson ko'p qiynaladi. Bu bosqichda bo'lgan ayol eri bilan, qaynonasi bilan ko'p muammolarga uchraydi. Chunki u mehr menga bo'lsin, erim menga qarasin, qaynonam menga yaxshi gapirsin, meni bolalarim yaxshi bo'lsin, meni bolalarim mukammal bo'lsin, meni oilam mukammal bo'lsin. Uni dunyosi faqat o'zini atrofiga hammani qaratib qo'yish bilan o'tib ketadi. Ikkinchi toifa esa bu hayotini qolipga solgan, unda norma bor, unda balans bor, ba'zida ko'tarilish tushishlar bo'lib turadi, lekin vaziyatdan chiqish yo'lini biladi. Lekin men ayollarga, meni tavsiyam, biz to'liq rozilik ongiga o'tishimiz kerak. Ayol aytadi, men shukur aytsam erim o'zgarib qoladi. Menga juda hozirgi kunda kulmay qo'yganman bu savolga, chunki tushunishni boshlaganman-da. Nasibaxon, men Xudoga shukur desam, oyligim ko'payadi. Men 700 ming oylik olaman. Qanaqa ko'payadi pulim meni? Qanaqa ko'payadi? Men hozir siz aytgan ongimni tozalasam, keyin erim meni urmay qo'yadimi? Qanaqasiga?
ular ko'proq mana shu ushlab ko'radigan narsani xohlaydida. Ular tushunmaydiki, biz energiya, bizda hissiyotlar, energiyalar yo'qdan bor bo'lishiga olib keladi. Sizda bor aurangiz 7 ta. Ana shu 7 ta aurada ma'lum bir qavatlarda noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri e'tiqodlar bor bo'lgandan keyin magnit kabi o'sha noto'g'ri narsalarni biz tortib olamiz. Ayol ana shu o'zini aurasidagi noto'g'ri e'tiqodlar bilan ishlaganda, uni bolasida natija bo'ladi. Uni butun oilasida, men kecha shu haqida gaplashdim. Siz o'zgaring, siz ilm oling, sizni qalbingiz ochilsin, sizning hurmatingizdan, sizni farishtalaringiz ko'pligi hisobidan butun oila o'zgarib ketadi. Sizni hurmatingizdan, sizni duoingizni hurmatidan mana shu oilaga baraka yog'ilishi boshlaydi. Bilasiz, shunaqa hammasi ilm olgan ayolni Nilufar opa, o'zingiz ham ko'rgan bo'lishingiz kerak buni. Ilm olganingizdan keyin hamma sizni yaxshi ko'rish boshlaydi. Siz bilan gaplashgisi keladi, siz bilan suhbatlashib o'tirgisi keladi, sizga qo'ng'iroq qiladi, siz bilan maslahatlashgisi keladi. Nima uchun? Sizda ilm bor. Ilmsiz dugonangizga qo'ng'iroq qilib maslahat so'raysizmi? Ilmsiz dugonangizni bolasiga taqlid qilasizmi? Uni tarbiya usuliga yo'q. Ilmli, o'zining so'zida ma'nosi bor dugonangizni o'zingizga yaqin olasiz. Va aynan o'zingizda ham shu narsani ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ulg'ayganingizdan keyin atrofingizdagi insonlar o'zgarib ketganligini, o'zingizda baraka yog'ilganligini. Chunki ilm olgan insonning rizqi o'zi kelib turishi haqida va'dalar bor. Nasibaxon, sir emaski, qo'li go'rdak erkaklar ko'p. Erkaklardan kalta yeyotgan ayollar, zulm ko'rayotgan ayollar yig'lab qolaveradi. Ular birinchi marta qo'l ko'targandan keyin ikkinchi marta kaltaga yemasligini chorasini qanday topsa bo'ladi? Qo'l ko'taradigan erkakni ham ayol kishi ilm orqali o'ziga bildirmagan holda tarbiyalash mumkinmi shunday erini? Mani kurslarimga kelgan o'quvchilar orasida eri tinimsiz ichadigan va qo'l ko'taradigan erkak bilan ishlaydigan ayollar bor. Ketolmayman, 4 ta bolam bor. Nima qilay ustoz, ketolmayman, ajrasholmayman. Ketolmayman. Xo'p, sizga kim ajrashing dedi. Keling, biz sizni ongingizni ko'ramiz. Ichadigan ota, ichadigan qo'shni, ichadigan erkaklardan nafrat bilan ishlanganda aytyapti, xonamga kitob ko'tarib kelyapti. Ustoz, sizga sovg'a olib keldim. Tinchlikmi, keling, o'tiring. Ustoz, erim ichmay qo'yganiga 6 oy bo'ldi. Qo'l ko'tarmay qo'yganiga ancha bo'ldi. Eslolmayman qachon o'rganini. Biz hayotni murakkab emas hayot. Yerda yashash unaqa qiyin emas. Juda oson. Siz ichingizdagi fikrlarni boshdan aytyapman, fikrlaringizni o'zgartiring. O'zgartira olmayotgan bo'lsangiz, yomonidanmi? Shunday buring, yaxshisini qarang. Yaxshisini topa olmasangiz izlang. Qayerda bor o'sha yaxshi men hayotimga ko'chirish istayotgan narsa? O'shanda yaxshi yashayotganlar bilan do'st bo'ling. Ichingizdagi qorani kamaytiring. Yashash juda oson. Men umuman ayollarga ajrashinglar, hayot qiyin, ha, ichadigan, qo'l ko'taradigan erkak senga azob ekan, senga qiyin ekan deya olmayman. Qarang, umuman o'zgartirish ilojsiz bo'lmagan erlar ham yoki xotinlar ham bormi hayotda? Alloh hech qachon bir ishni besabab qilmaydi. Har bir ishning orqasida sabab bor. U ayol ulg'ayishi uchun u erkak berildi, o'sishi uchun, rivojlanishi uchun. Chunki kimdir o'sha ichadigan erkakni ulg'aytirish kerak. Kimdir o'sha yomon ayol bilan yashash kerak. Ana shu vaziyatda ikkalasidan birtasi bo'lsa ham ozgina shunday ertalab turadi, qo'lini ochadi, Allohim, mana nimadir xatolarim bordir, qilgan gunohlarim bordir. Shuning uchun erim meni urayotgandir. Men o'shalar uchun sendan kechirim so'rayman. Men endi xohlayapman seni ana shu jannat makon yeringda baxtli yashashni. Shu jamiyatda bir baxtli insonni a'zosi bo'lishni xohlayapman. Mayli o'qimasin kursda, mayli kitob olib o'qishga imkoniyat bo'lmasin. Har kun tongda turadi, qo'lini ochadi, erim bilan yaxshi yashashni boshlaydi. Nima xohlaydi aytib so'rashi boshlasin. Tongda quyosh chiqyapti, qo'li duoda. Uxlashdan oldin, uyquga yotishdan oldin istasin. 6 oyda, 21 kunda hayot o'zgarib ketadi. Yana aytaman, Nilufar opa, hayot juda oson. Unaqa uradigan erkak ekan, so'kadigan erkak ekan, ayol agar och bo'lsa, yaxshi hayotga och bo'lsa, hamma emas. Qara endi Nasibaxon, keling, ilmiy tilda emas, ilmiy tilda bu juda ham ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin. Tasavvur qiling, bitta uyga ikki xil tabiatdagi o'zi hamma kelin qilib tushirayotgan, uzatayotgan holat shuda. Ikkita umuman dunyoqarashi ikki xil odamni bitta uyga ko'pchilik bo'lib to'y qilib olib kirib qo'yishadi.
bo'ldi yashaysan deydi. Ana o'sha kundan boshlab haligi bir-biriga xarakteri jihatdan mos kelgan bo'lsa, hop umuman qarama-qarshi bo'lgan holatda yashashga majburda endi shular. Majbur. Ikkita tomon ota-onalar qay darajada yordam berish kerak yosh oilaga deb o'ylaysiz yoki Yevropaga o'xshab o'zingni hayotingni o'zing qur deb chetga chiqish kerakmi? Ikkita tomon ota-ona ham. O'zi qoida shunaqa, bir-birini tanimaydi. Hamma dunyoga yolg'iz keladi. Odam ato bilan momo Havo ham bir-birini tanimagan ular. Misol uchun birdaniga jannatda mana seni jufting, mana seni jufting deb ko'rsatilganda ular ikkalasi bir-birini to'ldirgan keyin. Ikkalasi bitta qolibga singigan. Men Yevropa qarashlariga dan ko'ra o'zimizning milliy e'tiqodlarimiz tarafdoriman. Chunki sevib turmush qurganlar o'rtasida bir-birini tanimay turmush qurganlar ajrimini oladigan bo'lsak, sevib turmush qurganlar ajrimi ko'proq bo'lar ekan. Ota-ona tomonidan haligi unashtirilganlarga qaraganda. Demak, hech kim bir-birini oxirigacha o'rganib tugata olmaydi. Bu o'rganilmagan dunyo. Agar siz ko'narkansiz yoningizdagi juftingizga, boriga o'sha insonni husni xulqi deb qararkansiz, hayotingizda mo'jizalar sodir bo'lish boshlaydi. U meni to'ldirsin deb qarash bu noto'g'ri. Men ayolimdan mehr olaman, men turmush o'rtog'imdan mehr olaman deb qarash bu oilaga mustahkamlik olib kelmaydi. Men bu insonni to'ldiraman. Men erimni baxtli qilaman. Erkak men ayolimni baxtli qilaman. Ya'ni siz ikkingiz bir-biringizga juftsiz deb buyurildi. Bir-biringizga juftsiz. Ya'ni momo Havoga sen odamning juftisan tamom deyilmadi. Yoki odam atoga sen momoning juftisan deyilmadi. Bir-biringizga juftsiz. Ya'ni sen bu insonni qayg'urasan, bu insonni o'ylaysan, sen bu insonni o'ylaysan. Ana o'sha eng mukammal oila. Ikkalasi bir-birini o'ylaydi, tushunishga harakat qiladi. Agar biz yomon narsalarni ko'rar ekanmiz, negativni o'ylashda davom etar ekanmiz, hayot murakkablashib boraveradi. Qarang, shu yerda bir savol. Biz faqat hozir xotinlar haqida gaplashdik-da. Endi beva ayollar ruhiy holati, hattoki ular eng ichuvchi er bilan yashab o'tgan bo'lsa ham, eng kaltaklaydigan er bilan yashab o'tgan bo'lsa ham, baribir erim bilan yashaganim yaxshi edi deydi-da. Ana shu narsani siz qanday izohlaysiz? Ayol yolg'iz yashashga yaratilmaganda, yolg'iz yashashni boshlasa, ayol erkakka aylanish boshlaydi. O'zligidan ketishi boshlaydi. Unda erkaklik oshishi boshlaydi. Kimlardir bundan o'z manfaati yo'lida foydalanishi mumkin. Ayolning bu qalbidagi og'rig'idan. Ayol kuchli bo'lishga majbur bo'ladi. Turmushdan ajrashgan ayol u xohlaydimi yo'qmi kuchli bo'lishga majbur. Va ana shu kuchli bo'lgan ayol o'z ustida ishlasa, u katta natijalarga erishishi mumkin. Juda katta natijalarga erishishi mumkin. Agar negativga kirib ketsa, uning ichida juda katta vulqon bo'ladi, yo'q qilib yuboradigan vulqon. Va uning oldida uchinchi yo'l ham bo'ladi. Yana kimnidir xuddi o'zining hayotiga o'xshab, yana bir ayolni hayotini buzishi mumkin. Bu yo'lni ayoli o'zi tanlaydi. Ya'ni o'sha qalbidagi og'riqni yashab o'tishdan qochib, shu yo'lni tanlashi mumkin. Bunaqa holatlarni ham duch kelamiz. Lekin bizni momolar birinchi yo'lni tanlagan. Kuchli ayol bo'lishi. Ularni ko'z yoshlarini yostiqlab ko'rgan bo'lishi mumkin. Ular kuchli ayol bo'lishni tanlagan. Nasibaxon, keyingi paytlarda ko'p eshityapmiz. Yosh yigitlar o'zidan ancha katta yoshli ayollarni tanlab yashamoqda. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Bunga ikki xil nazar bor. Bir ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, bu yomon yoki tabiatga qarshi ish emas. Lekin agarda buni minuslarini qidirib topadigan bo'lsak, aynan ona mehridan yetarlicha qolmagan yoki bo'lmasam aynan onasi tan olmagan va ichida mehr hissiyoti, tan olinish hissiyoti yetarlicha bo'lmagan yoki aynan biror bir qizdan dili juda qattiq og'rigan erkaklarda shu holat kuzatiladi. Agar u erkak o'zini yoshi o'zidan katta ayol bilan baxtli his qilayotgan bo'lsa, menimcha jamiyatda ularni baxtli yashashiga hech kim qarshi emas. Lekin jamiyat qonun normalariga ko'ra, agar u o'g'il bolani noto'g'ri yoki u ayolni noto'g'ri inson deb talqin qilish
bu faqatgina qoliblashtirilgan bo'lishi mumkinda, qolipga solingan vaziyat bo'lishi mumkin. Endi bu yerda bizda mentalitet ham borda. Masalan, ne umidlar bilan 18-20 ga kirgizsa-da, u o'zidan 10 yosh, 15 yosh ayolni topib olib, endi 10-15 yoshli ayol, katta ayol, albatta o'sha farzandlari ham o'ziga yarasha bo'ylari yetilib qolgan katta farzandli. U ayolni uyga olib kela olmaydi, na ota-onasi tomonida yasha olmaydi, na u xotinda yasha olmaydi. Qanchadir yili isrof bo'lib o'tadi-da. Nilufar opa, yaqinda bir ona keldi oldimga, o'g'li 11-sinfda o'qir ekan, bir qiz bilan gaplashishni boshlabdi. Men u qiz bilan gaplashishni to'xtat deb aytdim dedi. Nimaga to'xtatdingiz, munosabatlarni chiroyli boshlangan ekan dedim. U qizni otasi yo'q ekan dedi. Otasi yo'qligi uchun gaplashma olib bermaymiz deb aytdi. Nima bo'lgan ekan? Otasi rahmatli bo'lgan ekanmi, ajrashgan ekanmi deb savol bersam, otasi ajrim bo'lgan ekan. Biz unaqa oila bilan xudo bo'lish xohlamaymiz dedi. Bilasizmi? Biz kimnidir, qaysidir bir og'rig'i uchun uni insonlar safidan chiqarishga haqqimiz yo'q. Albatta. Uni otasi yo'qligi uchun yoki uning yoshi uchun yo bolaligida onasidan ololmagan mehri shu yoshi katta ayoldan olayotganligi uchun biz uni sen endi odam emassan, jamiyatdan chiqib tur deya olmaymiz. Agar siz ana o'shanday farzand tarbiyalamoqchi bo'lmasangiz, bolangizga o'z vaqtida mehr bering. Demak, Nasibaxon mehr ko'rmagan, onadan aynan ololmagan mehrni o'sha katta yoshli ayoldan oladi. Demak, bularning aksariyati mehr ko'rmagan farzandlar. Yetarlicha tan olinmagan, mehr ko'rmagan, oilada ona eri bilan ovora yoki o'zini shaxsiy karyerasi, tashvishlari bilan ovora bo'lgan ayol, u bola endi 30 ga chiqib yoki 25 ga chiqib, o'sha 10 yoshda qondirilmagan hissiyotini tan olinish ehtiyojini qondirayotgan vaqtda yana jamiyat tomonidan u qarshilikka uchraydi. Uni ongida toki sog'lomlikka erishgunga qadar u uzoq o'z ustida ishlashiga to'g'ri keladi yoki chuqur og'riqni yana yashab o'tishiga to'g'ri keladi. Bu jarohatni kichkina jamiyatda bir nechta sanoqli bo'layotgan vaziyatlarga e'tiborni qaratgandan ko'ra, ayollar o'zi bolaga yetarlicha mehr bersin. O'sha o'g'liga bolam seni yaxshi ko'raman. Bilasizmi, shunday onalar bor. Nasibaxon, men o'g'limni yomon ko'raman, sababiga tushunmayman. Qizimni yaxshi ko'raman, o'g'lim qanaqadir yoqmaydi menga deyapti-da. Ulg'aygandan keyin nimaga o'zidan yoshi katta xotinni topib oldi deb endi o'g'lini qabul qila olmayapti. Ya'ni biz faqatgina ona tomonidan qarayapmiz demoqchiman. Nilufar opa, men bu yerda ovoz bermayapman. Men bu yerda erkaklar o'zidan katta ayol bilan munosabat qurish kerak deyotganim yo'q. Faqat vaziyatga biz ikkinchi tomonni ham to'liqroq ochib berishimiz kerak demoqchiman. Umuman erkak psixologiyasi ayol psixologiyasiga o'xshamasa, ayollar uchun fojia bo'lgan narsa, erlar uchun arzimagan narsa. Bir narsani biz ayollar juda ham vohma qilib, tamom o'sha narsada stressga tushib qolganimizda, erkaklarga bu shumi, bo'ldi, bo'lar ish bo'pti deyiladi. Menimcha, ayollar o'ta his-tuyg'uga berilgani uchun ham ular juda ham psixologga muhtoj bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, sizda qabulingizga erkaklar ham kelgan, agar kelgan bo'lsa, ular asosan nima muammo bilan kelishi mumkin? O'g'il bolalar bilan erkaklar bilan ishlaganimda, agar o'g'il bola erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, ayoli ham keladi, bitta xonada ishlaymiz. Kurslarda esa onlayn tarzda bo'ladi kurslarimiz. Oxirgi ishlagan o'g'il bola bilan ishlaganimda ayollari bilan kelishdi. Birinchi rafiqalari sababsiz o'sha olamdan o'tib qoladi. Sababsiz olamdan o'tib qoladi va atrofdagilar bu erkakni ayblashni boshlaydi. Kasali yo'q edi, boshqa edi. Qanaqasiga biz misol uchun ayrilib qoldik. Birinchi rafiqalarni uydagilar kelib ayblashni boshlaydi. Va shu orada yana avtohalokat ham bo'lib qoladi. Erkak ongida, ana erkak ham odam, uning ham ong bor, unda ham qalb bor va ana shu vaziyatda unda asabiylashish natijasida vahima kasalligi bilan chalinib qoladi erkak, vahimaga, qo'rquvga, sababsiz qo'rquv paydo bo'ladi. Erkaklarda asosan shu avtohalokatdan so'ng va turli xil vahima, mana qaysidir bir kasallikdan so'ng yoki operatsiyadan so'ng undan qolgan ruhiy travma natijasida murojaat qilishadi. Qarangda, bizning ayollarimiz doim norozi. Doim norozi. Aksariyati, hammasi emas, ozchilik emas, lekin ko'pchiligi doim norozi. Eri ishlamasa, ishlamay kechgacha uyda deydi. Eri ishlasa,
kechgacha ishda man bitta o'zim zerikaman, umrim o'tyapti. O'zi hadislarda ham aytilgan, ering xafa bo'lsa, barmog'ini ustiga barmog'ingni qo'yishing bilan, ikkita xotin qo'lini ushlash bilan barmoqlar orasida gunohlar duv-duv to'kiladi deydi. Ya'ni ayol kishi doim men haqman, meni ko'nglimga qarasin, men bola boqib o'tiribman, men uy ishini qilyapman, man deyveradi-da. Lekin erkaklarni erkak bo'lib hech kim ularda nima hislar o'tyapti, kechgacha ular nechta odam bilan muloqotga kirishadi, shu uyim, joyim, bolam, chaqam deb harakat qilishadi, charchab kelganda boshlanadi o'sha joyda. Lekin buni orqasida ajrim bo'lgandan keyin eng ko'p zarar ko'radigan ayol bo'ladi. Oxir jonidan to'ygandan keyin ol bolam bilan ket, o'zing xohlagan hayotda yasha deydi. Lekin ayol o'shanda tushunib yetadi, ungacha katta jarlikni o'z qo'li bilan kavlab qo'ygan bo'ladi. Shu joyga yetmaslik uchun siz hozirgi yosh kelinlarga, endi oila qurish arafasida turgan qizlarga nima maslahat berardingiz? Qulog'ingizga oltin ziray qilib taqib oling, hech qachon esingizdan chiqmasin. Baxt kerakmi? Demak, mana shunga amal qiling degan so'zingiz kerak. Demak, baxt formulasi. Yosh oilalar uchun baxt formulasi. Men buni eshitganman. Bizga bakalavrda aytishardi-da. To'ygacha erkak yalinadi, to'ydan keyin ayol o'zini o'rnida erkak kishiga yalinadi. Ochiqchasiga aytilardi. Kursdoshlar qarshi chiqardikda, qizlar nimaga ekan. Shunaqadir ustozimiz. To'ygacha erkak yalinadi, to'ydan keyin sen yalinasan. Ya'ni bu yalinasan so'zini biroz qo'pol chiqyapti, lekin tushuning. Bugungi kunda yosh kelinlarda, qiz bolalarda meni shaxsiyatim bor-ku, meni menligim bor-ku degan so'zlarni qo'shadi. Sizning shaxsiyatingiz, sizning menligingiz uydan tashqarida, ko'chaga, sizni eringizga emas, sizni shaxsiyatingiz, sizni menligingiz sizni eringizga emas. Bu erkakni men qo'llayman, quvvatlayman, yaxshi yomon kunda birga bo'laman deb keldingiz. Shaxsiyatimni bunga tan oldirtiraman, egoyimni bunga ko'rsatib qo'yaman deb kelganingiz yo'q, misol uchun. U nomahramlarga edi sizni egoyingiz, sizni shaxsiyatingiz, bu sizni yarmingiz. Siz o'zingizni yarmingizga shaxsiyatingizni ko'rsatib qo'ymaysiz, to'g'rimi? Oyoq osti bo'lyapmiz deb o'ylaymiz. Bu qanaqa bekorga ayollarni tog'imya deyishmaydi-da. Men oyoq osti bo'lyapman. Men endi qanaqasiga erkak sizni oyoq osti qiladi? Bu sizning fikringiz. Siz shuni qo'ylaysiz, mana piyolani nega yumading desa, men oyoq osti bo'lyapman. Nega kalta ko'ylak kiyding desa, men oyoq osti bo'ldim. Nimaga sochingni kesding desa, men oyoq osti bo'ldim. Ovqat ta'mi nimaga o'xshamadi desa, bu oyoq osti bo'lish emas, bu bir-biriga moslashish bu. Uni o'zini xarakterini ko'rsatyapti sizga. Darhol hammadan oldin doira chalib, men mos kelmayotgan ekanman, men shaxsiyatim yo'qolib qolyapti. Yana aytaman, shaxsiyat ko'chada, oilaga ichkariga kirganda shaxsiyat yo'q. Agar men shaxsiyatim deydigan bo'lsa, u oilada bolalarning tarbiyasi ham yo'qda qolib ketadi, boshqasi ham bu xotin bir umr meni sen tani ol, meni tani ol bilan o'tib ketadi umr. Ya'ni ayol kishi o'ta aqlli bo'lish kerak. Erini kayfiyatiga qarab, kerak bo'lsa shaxsiyatini tan oldirish vaqti bor-da. Sizga hayotiy voqea aytib beraymi? Bo'lgan narsa. Shunda o'zim rosa dars olganman. Men tog'am borlar. Endi tog'amdan uzr so'rayman hozir. Sirlarni ochib qo'yganingiz. Sirlarni ochib qo'yganim uchun. Juda qattiq qo'l, misol uchun. Ovozlaridan qo'rqasizda, to'g'risi. Oyim ham rosa tog'amdan misol uchun hayqib turadilar-da. Ayollari bor, kenayim. Tog'am jahliga chiqib gapirgan vaqtlarda indamay eshitib o'tiradi kenayim. Oxirigacha eshitadi tog'amni. Indamaydi, gapirmaydi. Tog'am aqlli ayollar. Ha, 3 kunda tushishi mumkin jahlidan, bir haftada tushishi mumkin jahlidan. Indamaydi, kutadi jahldan tushishini erini. Sabrli qarang. Bir haftadan keyin tushgandan keyin borib aytadi, oq emas edi, ko'k edi deydi. Tushunyapsizmi? Qanaqa ilmli ayol. Ana u ayol eri bilan yashaydi qancha bo'lsa, 50 yilmi, 100 yilmi Alloh bergan umrni. Va farzandlari ham jamiyatda yutuqlarga erishadi. Nimaga? Qizi ko'ryapti, erkak demak baqirgan vaqtda ayol jim o'tirish kerak ekan. O'g'li ko'ryapti, demak ayol yomon emas. Uni ongida, o'g'lini, farzandini ongida ayol shakllanmayapti bunaqa. Demak, ayollar yaxshi degan tushuncha shakllanyapti o'g'il bolalarning ongida. Yana bitta narsa bor. Onalar o'zini bolasini yomonlab o'tiradi-da, ko'rganman, o'zini farzandini yomonlab o'tiradi. Ketyaptimi hozir? O'zini bolasini yomonlaydi-da, misol uchun. Bitta narsa, siz o'zingizni bolangizni yomonlasangiz, sizni bolangizni kim maqtaydi? Siz keliningizni yomonlasangiz, sizni keliningizni ko'chadan kelib bir kishi maqtamaydi-ku. O'sha siz shu oilada yashayapsizmi?
yomonlamang o'zingizni o'g'lingizni. O'g'lim unaqa qiladi, o'g'lim menga yomonlik qildi, o'g'lim menga nimadir qildi, yomonlamang bolangizni. Bolangizni boshqani bolasi bilan solishtirdingizmi, yomonlaganingiz ana shu. Yomonlamang farzandingizni. Yana bitta narsa, eringizni solishtirmang. Mana ayollar o'tiradi, erini solishtirib o'tiradi. Uni eri gul berdi, nimaga menga bermayapti? Uni hayoti yaxshi, nimaga menga bo'lmayapti? Qadamni siz tashlang. Siz maqtayvering eringizni. Yaxshiligi haqida gapiravering. Ana shunday hayot o'zgaradi. Bitta oxirgi so'z o'rnida yana bitta narsani sizlarga aytmoqchiman. Ko'rganman-da, o'zini o'g'lini yomonlab o'tirgan otani. Borib aytganman, nimaga siz o'g'lingizni yomonlayapsiz? Siz o'g'lingizni yomonlasangiz kim maqtaydi siz o'g'lingizni? Jin bo'lib qolgan ota. O'shandan keyin kuzatsam, boshqa hech qachon yomonlamagan o'zini, o'sha bolasini yomonlamagan. Ayol yoki ota yoki ona bolasini yomonladim, bu oq qilishni bir usuli. Mana onalar o'zi tushunmaydi, o'g'lim xotini bilan ketdi, menga qaramadi. Bu oq qilishni foizlari bo'ladi-yu. Hop, nima qilish kerak shunda? Baribir dardi bor-ku, onani, otani. Ilm. Qarangda, Nilufar opa, kecha bir ayol meni jonli chatimga kirgan ekan Telegramda. Mikrofon ochilib qoldi. Xorazmdanman. O'zimni shevamda gapirsam maylimi dedilar. "Ha, dedim. Gapiring, tushunaman" dedim. Yig'layaptilar. Nimaga shu ilmlarni men oldinroq egallamagan ekanman? Masalan, shunda sizda qanaqa ilm bor? Egallab o'zgaradigan? Shukr ilmi, rozilik ilmi. Har bir vaziyatda tafakkur qilish ilmi. Nima uchun bizga ong berildi, hayvonda u yo'q? Nima uchun bizga analiz berildi, bir vaziyatni analiz qilish, bir matematik misolda yechish berildi bizga, hayvonlarda yo'q-ku. It mushuk bo'lib janjallashish hayvonning ham qo'lidan keladi. Hayvon ham hura oladi. Biz insonmiz-ku. Qachongacha biz oila a'zomizga kibr qilamiz, qachongacha faqat yomonlikni tashqaridan izlaymiz. Bir bankaga baliqni oling, mana chashka. Bunga baliqchani soling, kichkinagina baliqchani soling. Baliqcha mana shu stakanimizni suvini holatini o'zgartira oladimi? O'zgartira olmaydi. Buni isitib qo'ya oladi, buni sotib qo'ya oladimi? O'zgartira olmaydi. Keling o'sha baliqchamizni kattakon ko'lga, anhorga yoki dengizga qo'yib yuborsak, o'zgartira oladimi? Oqimini, dengizning oqimini, daryoning oqimini faqatgina o'z oqimini o'zgartira oladi. Ko'p ayol aytadi, harakat qildim, chidadim, men pullik qildim uni, boy qildim uni, bo'lmadi bir narsa. Shoshmasan, g'iybat qilgandirsan qayerdadir. Ayollarni chakaga g'iybatga o'ch-ku. Qayerdadir g'iybat qilgandirsan, rivojlanmagan erkakni, qayerdadir g'iybat qilgansan, ikkinchi xotin olganni. G'iybat qilish ularga qay darajada yomon ta'sir qiladi? G'iybat juda yomon energiya. Mana Nilufar opa, g'iybat ongidan chiqqan inson agar uning oldida kimdir g'iybat qilsa, og'ir bo'lib qoladi. Og'ir u g'iybatni mana har bittasi og'zimizdan chiqayotgan so'zni javob beradigan sущностьlar bor, mavjudotlar bor. Mana o'lim so'zini aytsangiz, itlaringiz jimirlab ketadi. O'lim so'zini 3-4 marta takrorlasangiz, bosilib qolasiz. Hayot, bahor, baxt so'zlarini takrorlasangiz, qanaqadir quvonch keladi. Mana shu sущностьlar, har bir so'zga javob beradigan sущностьlar, egregorlar. G'iybat qilar ekansiz, bu kimnidir go'shtini yeyishga o'xshatilgani, siz u odam go'shtini yedingizmi, u sizni ichingizda o'sadi, urug' u. Siz g'iybat qilayotgandingiz, falonchini qizini ko'rdingmi, uni erini ko'rdingmi, ishonma, uni eri unaqa dedingmi? Sani ichingga kirdi u. Bu uchun yo erta qizing javob beradi, yo sani o'zing javob berasan. Mana siz 15 yillik psixologsizda, qancha odamlar dardini eshitasiz, lekin o'zingiz ham kimnidir kechira olmay qolgan, haligacha kechira olmasdan olib yuradigan odamingiz bormi, qalbingizga og'riq berib turadigan? Yo'q deya olmayman, lekin demak shunday bo'lish kerak ekan. Har doim ham biz xohlagandek bo'lavermas ekan deb yupatasiz o'zingiz. Deb uni nafratni muhabbatga yengillatish. Yo'q, endi nafratga muhabbatga aylanmasa kerak. Aylanadi. Xohlasangiz aylanadi. Qarang, masalan deylik, men eng nafratlanadigan insonim bor. Ko'pchilik shunaqa savol beradi-da. Doim u meni qalbimda dev bo'lgan. O'tirsam, tursam, uxlasam hayolimda mana shu dev bilan yashayman degan ayollar bo'ladi. Ko'proq ayollar beriluvchan bo'ladi his tuyg'uga. Mana shu devdan hech ham qutula olmayman. O'sha odam endi unutib harakat qilgan, yana bir lop etib chiqadi-da ro'paramdan. Boshlanadi o'sha bergan azoblar, og'riqlar, xiyonatlar, uni orqasidan ko'rgan qiyin kunlarim esimga tushadi-da, yana shu dev meni qalbimga kiradi deydi. Psixolog sifatida siz shunday ayollarga nima yechim berardingiz?
har doim ham biz xohlagandek bo'lavermaydi. Men qozi emasman. Men o'zim aynan hisob kitob uchun kelganman. Hisob kitob qilish uchun emas. Aynan shu so'z har qanday ichingizdagi uyg'ongan savolga javob mana. Vasvasa. Bizni aynan vahimaga uchrashimiz, bir insonni unutishimizga yo'l qo'ymaydigan kuch bu vasvasa. Vasvasani usuli nima? Xuddi reklama kabi qulog'ingiz ostida aytaveradi. Kechirma, qara, yana chiqdi oldiringdan. Qara, unaqa bo'ldi, qara, bunaqa bo'ldi. Vasvasa. Nima siz qulog'ingiz ostida vasvasa u. Vasvasaga javoban siz ham vasvasa qiling. Demak, shunday bo'lish kerak ekan. Demak, shunday bo'lish kerak ekan. U sizga bitta aytayapti, sen uni kechirma desa, demak shunday bo'lish kerak ekan. Demak, qadarimda shu bor ekan. Demak, har doim biz xohlagandek bo'lmas ekan. U sizga 100 marta shivirlab vasvasa qilsa, siz 200 marta demak shunday bo'lmaslik kerak ekan. Unda yana qolgan vaqtda ham yana shu bilan o'tadi hayolida. Biz shunday deb o'ylaymiz. Bizni ongimiz biz o'ylagandan ko'ra kattaroq mo'jizalarga ega. Men roziman, qadarimga roziman. Demak, shunday bo'lish kerak ekan. Men endi bundan ham yaxshiroq hayotga loyiqman. Ya'ni biz ongimizni yaxshirog'iga dasturlaymiz. Ya'ni siz umuman psixologiyaga qiziqib kirib kelishingizga nima turtki bo'lgan? Qalbingizdagi og'riqmi? Og'riq. O'sha onangiz ketma-ket tan olmagan qiz. O'sha alal oqibat siz psixolog darajasiga va boshqalarga ham maslahat beradigan ilmlar olishingizga majbur qildi. Demak, qay ma'nodadir og'riqlar ham bizga kerak ekanda. Kerak, lekin men bu ko'rsatuvda tarafdori emasman bechoralik ongida qolishni. Bechoralik bu har bir ayolning dushmani. Agar men bechoraman desak ham bo'lmaydi. Men zo'rman, mening shaxsiyatim desak ham bo'lmaydi. Biz o'rtani ushlashimiz kerak. Kerak joyda qizaloqlik va bechoralikni yo'q qolishimiz kerak. Nimaga erkaklarni tulkiga o'xshatishmaydi? Nimaga ayollarni aynan? Ular makr yo'qda erkaklarda. Hamma makr bizda. Ana shu makrni ham qaymog'i borda. Hali halol makr. Ya'ni bu makrni yaxshilikka ishlatish mumkin, yomonlikka ishlatish mumkin. Shunaqa. Biz yaxshilikka ishlatsak, uning davomidan hayotimizga yaxshiliklar kirib keladi. Agar yomonlikka ishlatsak, birinchi qadamimiz foyda olamiz, lekin keyingi qadamlarda yana yomonlikka qo'l urishimizga to'g'ri keladi. Umuman bu hayot kimgadir 50 yil, kimgadir 100 yil beriladi. Omonat hayotda. Kapalakka 1 kun beriladi, bu hayot 2 kun. Bizga biz bilmaymiz. Mana shu hayotni aza qilmasdan bayram qilib o'tkazish uchun nima tavsiya berasiz ayollarga? Rozilik. Rozi bo'lish. Taqdir samolarda yozilgan va rozi bo'lish. Bir donishmanddan so'rashgan ekanda, siz uzoq yashadingiz, donishmandlik darajasiga erishdingiz, bizga baxtli yashashni sirini o'rgatib keting deganlarida, men tabiatga qaradim va tushundimki, sen rozi bo'lsang, baxt seniki. Turmushga chiqishimga ozgina vaqt qolganda adam bir gazeta keltirib berildi, sen buni o'qigin dedilar. Xo'p, dedim, qayerni o'qish kerak ekan? Bir 4-5 varaq gazeta endi. Qayerni men bu yerni o'qidim dedilar. Shuni o'qib chiqgin sen deb qizim deb berdilar. O'qiyapman. Bir boshdan o'qishni boshladim. O'qirkanman. Bir kelinchak ko'chani supurayotgani haqida aytib berilyapti. Erta tongda bir kelinchak ko'chani supurayotgan ekan. Qarasa bir ilon eshigini tayyorlayotgan ekan. U kaltak bilan ilonni urib haydab yuboribdi. Keyin ilon tilga kiribdi-da, men baxt edim. Sen meni haydab yubording. Endi men ketdim sen uyingdan deb ketib yuboribdi. Keyin yana qanchadirdan keyin supursa haligi ilon yotganmish eshigi oldida. Ha, debdi kelin. Ketmadingmi? Qarqib ketib yubording-ku debdi. Men ketgan edim. Lekin sen hayotdan rozi, noroziliging yo'q va men shuning uchun xohlasam ham keta olmadim. Rozilik degani bu ichingizda eringizni tanqid qilib, qaynonangizni yomon ko'rib, yo o'zingizdan voz kechib emas. Ilm olib, harakat qilib. Hayotda 3 xil narsa bor, ham fiziologiya bor, ham ruhiyat bor, ham jism bor. Yugurishga chiqish kerak inson, ayol sport bilan shug'ullanish kerak. Ayol musiqa ham tinglash kerak, ayol yaxshilikka ham qarash kerak, ayol eshitishi ham kerak, ayol gapirishi ham kerak. Bir tovuqqa hamma narsa kerak. Qarang, o'zingiz aytdingiz, jism bor, ruh bor, jon, ruh, moddiyat bor. Ya'ni moddiy ehtiyoj
jism ehtiyoji va ruhiy qaysi biri muhimroq hayotda? Ularni bir-biridan ayirib bo'lmaydi. Lekin baribir Ibn Sino aytgandek, avval ruh kasal bo'ladi, keyin u tanaga ko'chadi. Keyin u hayotga ko'chadi. Oldin bizni ongimiz yaxshi erkakni, baxtli hayotni ongimiz qabul qiladi. Ana undan so'ng u bizning hayotimizga ko'chadi. Oldin yaxshi erkak borligiga ongimizni ishontiramiz va u keyin hayotimizda paydo bo'ladi. Yaxshi erkak borligiga ongimiz ishonmaskan, yaxshi qaynona shu qaynona bilan yaxshi yashab ketishga, xiyonatlar tugatilinishiga ongimiz ishonmas ekan, u bizning hayotimizga ko'cha olmaydi. Chunki ruh kasal, chunki qalb kasal. Ayollarga shu narsani tushuntirib qo'yishimiz kerakki, 24 soat ichida bir 5 minut yo 10 minut bolangizni besh olib kelgan payti baxt, bu ham aslida baxt. Yoki eringiz telefon qilib yaxshi o'tiribsanmi deb qo'yishni o'zi ham baxt. Mana shularni bir misqolcha qolgani hayotdan, yugur-yugurdan iboratligini biz yosh kelinchaklarimizga tushuntirib qo'yish kerak deb o'ylayman. Ular 24 soat baxtni kutishadi. O'shaning uchun noshukrlikka to'lib ketgan hayoti. Bitta zo'r narsa aytaman Nilufar opa. Odam shunaqa ekanda, bolasi yo'q odam 2 olsa ham, 3 olsa ham bolam bo'lsa bo'ldi derkan. Bolasi bor odam, bolam maktabda to'polon qilib keldi, ko'ylagini yirtib keldi derkan. Turmushga chiqmagan ayol, boya aytganingizdek, ichsa ham, so'ksa ham, erim bo'lsa bo'ldi derkan. Demak, hayotni to'ldirish o'zimizga qoladi har doimgidek. O'zimiz, ya'ni boricha qabul qilib, boridan rohatlanib, boridan guldasta qilib hayotimizni gullarga to'ldirib yashash demoqchisiz. Chunki hech kim kelib biz hayotimizni chiroyli qilib bermaydi. Faqat aylanib kelib ham o'zimizga qoladi. Mana mana senga turmush, qanday yashasang, qirolicha bo'lmoqchimisan yoki qadrsiz ayol bo'lmoqchimisan, bu o'zingga bog'liq deyilgan deydi. Rahmat. Vaqt topib kelganingiz uchun, o'zingiz bilimlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun rahmat Nasibaxon. Vaqt topib uzoq yo'ldan masofa bosib kelib loyihamizga ayollarimiz uchun juda ham o'zi uchun foydali maslahatlar olishdi deb o'ylayman. Demak, har galgidek an'anamizga binoan loyihamiz homiysi to'y va marosim liboslari Akzana Altutdan siz uchun hadyamiz. Rahmat. Rahmat, barizliga shukr. Rahmat Nilufar opa. Men eng qoyil qolgan jarayon bu sizdagi juda kuchli jurnalistlik qobiliyatiga tan berdim. Juda ham menga ko'rsatuvlar yana bir marotaba yoqdi. Rahmat. Shunaqa ayollar uchun ajoyib dastur tayyorlaganingiz uchun rahmat. Qadrbaland qadrlilarim, bugungi loyihamiz mehmoni o'zingiz guvohi bo'lganingizdek haqiqatdan ham tajribali, qaynona qaynotani duolarini olgan, erni rozi qilgan va 15 yildan beri qancha insonlarga amaliy yordam berib kelayotgan oliy ma'lumotli psixologimiz Nasiba Xo'jayeva edilar. O'ylaymanki, bu suhbat, bu maslahatlar sizga albatta asqotadi. Fikr va mulohazalaringizni albatta yozib qoldiring. Biz birma-bir o'qib chiqamiz.